Instagramda blogimni boshlaganimda hech qanaqa aniq maqsadim yo'q edi. Shunchaki o'zimni ovqat tayyorlashga bo'lgan ishtiyoqimni ko'rsatib, o'zimda bo'lgan ozgina tajribam bilan bo'lishmoqchi edim. Obunachilarim ko'payishni boshladi, lekin vaqt o'tib faqat retsept joylashdan tashqari yana nimadir qilish kerak-ku degan xayol keldi. Keyin bitta qiziq narsani sezdim. Agar odamlarning iltimoslariga yaxshilab ahamiyat bersangiz, odamlarning o'zlari sizga har doim nima qilish kerakligini juda aniq ko'rsatib turishar ekan. Masalan, shu videodan keyin juda ko'pchilik kruassan o'rgatadigan kursni tashkil qiling deb iltimos qilishdi va biz master-klasslar uyushtirdik va shu kungacha 400 dan ortiq odamlar ushbu master-klasslarni o'qib ulgurishdi. Uzoqda yashaydigan odamlar onlayn formatini so'rashdi va biz kruassan bo'yicha onlayn kurs chiqardik. Bu kursda ham yuzlab odamlar o'qib, kruassan tayyorlashni o'rganishdi va o'quvchilarimiz soni oshib boryapti. Oktyabr oyida shu shirinligini retseptini joyladim va bu reels prosmotrlar bo'yicha blogimdagi hamma rekordni urdi. Video tagida 3000 ga yaqin izohlar bor va ularning aksariyati shu desertni sotuvga chiqaring deb yozilgan iltimoslar. Nima qildim deb o'ylaysizlar? To'g'ri topdinglar. Obunachilar so'rashdi, biz bajardik. Shu shirinligini sotuvga chiqardik. Hozir sotuvda aynan o'sha reelsdagi zavarnoy krem va malinali nachinkalisi bor. Har kuni ko'plab buyurtmalarni o'z egalariga yetkazib beramiz va bizga mana bunaqa odzivlar yuborishyapti. Yaqin orada bu shirinlikni boshqa nachinkalarini qo'shish va yangi desertlarni ham sotuvga chiqarish niyatimiz bor. Bu yaqin kelajakda ochmoqchi bo'lgan pekarnyamizning birinchi qadamlari va sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bilan tez kunda pekarnyamiz o'z eshiklarini ochadi. Ungacha ushbu desertni buyurtma qilib, mazasidan rohatlanishingiz mumkin.